Har kun bir xil ovqat qilib zeriktizlar. Bunda sizlar bilan antiqa boshqacha ovqat qilamiz. Bedanani xuddi shunday qilib yuvib olib, qovurib olamiz saryog'iga. Qizib turgan saryog' bo'lishi kerak. Saryog'iga juda ham mazali bo'ladi. Xuddi shunday qizartirib olamiz. Shu qizib turgan yog'ga kartoshkalarni ham qovurib olamiz qizarguncha. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'lib, like bosinglar. Keyingi ovqatim nasib bo'lsa, Navoiyning qalbindisini qilib ko'rsataman sizlarga. Boshqacha bo'ladi. Kanalim yo'qolib ketmasligi uchun obuna bo'lib qo'ysanglar, Navoiyning qalbindisini qilib ko'rsataman nasib bo'lsa keyingi safar. Endi kartoshkalarni xuddi shunday terib olinadi. Ustidan chesnak, zira, tuz sepiladi. Bedanani kartoshkani ustidan xuddi shunday terib olinadi. Chesnak, zira, tuz sepamiz. Bedanani ustidan ham suv solib dimlab qo'yamiz. 40 minutga. Juda ham mazali ovqat bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi. Ham oson ovqat. Tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.